Aziz tangsharmanlar, navbatda diqqatinglarda bo'ladig'ini vaqt kayniga yonmaydi, kishilik hayot qaytlanmaydi mavzuliq maqola. Vaqt kayniga yonmaydi. Kishilik hayotmi qaytlanmaydi. Shunga hozir ega bo'lganni yaxshi qadrlash kerak. Haman bir kuni biz turmushga to'g'ri qarashni va o'zimizni asrashni o'rganib, ilgari bezar bo'lgan odam va ishlarga kulib yuzlanalaydigan tamkin odamga aylanamiz. Turmush muloyim, hamma narsa intayin go'zal. Hamma odam yaxshi ko'radigan odam bo'lishning hojati yo'q. Lekin cho'qim o'zi yaxshi ko'radigan odam bo'lib, hammaning rayiga beqishdan saqlanish, aplab-saplab ish qilmaslik kerak. Hayotlikda ko'ngilsizlikka uchraganda biz hamon uni bir taraf qilishning chorasini o'ylaymiz. Nurg'un vaqtlarda yurakdan urg'ib chiqqan so'zlar eg'izning uchiga kelganda, u so'zlarning tilga olg'uvchiligi yo'q ish ekanligini his qilamiz. Turmush ana shundoq rangarang bo'ladi. Odamning ojizligi, qaysarligi hamon bizning tasavvurimizdan eshib ketadi. Chunki ba'zida bir eg'iz gap bilan ko'zimiz yoshlarga to'lsa, ba'zida bilib bilmayla tishimizni tishlab nihoyatda uzun yo'llarni manqonligimizni bayqaymiz. Kishilik hayot kechirmishi xuddi bir darslik kitobga o'xshaydi. Uningda azob, o'sib yetilish, xushallik va ochiq-chuchuk kechirmishlarmi bor. Kechirmishlaringizdan tanmang. Chunki u bir odamning o'sib yetilishini ilgari surib qolmay, yana kishilik hayotdagi boylik hisoblandi. Hayot faqat natijalar emas. Uningda yana jarayonmi bor. Bularning biri kam bo'lsa bo'lmaydi. Bu murakkab dunyoda biz cho'nqur muhabbatga ham oddiy turmushga intilamiz. Yana illiq ham tinch holatni yaxshi ko'ramiz. Amaliyotda biz boshqalarning o'zimizni tushunishini orzu qilamiz. Boshqalar tarafidan tushunishga erishgan tuyg'u xuddi qahrdan qishda boshqalarning bizga illiq quchoq ochqiniga o'xshaydi. Biz doim kishilik hayotning to'rt ko'chi eg'izida orsalda bo'lib qolamiz. Zodi qaysi yo'lni tanlash kerakligi to'g'risida to'xtamay o'ylanamiz. Amaliyotda hammali yo'l o'xshashla tikan va agar to'qayliqlarga to'lgan bo'lsa-mu, uningda yanala porloq quyosh nuri va ravon yo'llarni uchraydi. Mayli qaysi yo'lni tanlayli, biz faqat shu yo'lda hech nimadan qo'rqmay olg'a ilgarilasakla, o'xshashla orzuyimizga borgan sari yiqilishalaymiz. Tanlashning yaxshi yomoni yo'q. Puxta qadam bilan olg'a ilgarilashning o'zi bir baxt. Vaqt kayniga yonmaydi. Kishilik hayotmi qaytalanmaydi. Turmushning o'ziga mos kelgan holati eng yaxshi hisoblandi. Ilgari yo'qotganlaringizni unutib, hozir erishganlaringizni qadrlang. Kelgusidagi kunlarning qanday bo'lishi butunlay bugungi tirishchanlikqa bog'liq. Mayli qanday hayot bo'lsin, faqat eng zo'r tirishchanlik ko'rsatsizlar, pushaymonsiz, go'zal turmushga yetkili bo'ladi. Quyosh nurida kulimsirab, bo'ron chapqinda yugurib olg'a ilgirlash kerak. Chunki ata yana yip-yangi bir kun yetib keladi. Sizning o'zingiz erishmoqchi bo'lgan qiyofatda yashab, qaysar bo'lib, mangu chaqnab turishingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Sen oylama ötmüşler